assortiment, desert, mana kelishini qarang. Kela qol. Lekin ja yaxshi kelyapman, men ja unaqa yaxshi odam emasman, yo'roqqa. Do'stlar, assortiment. Oldingi safar smetal yo'qdim, top keldi. Bitta sut yemadigan buqachasidanmi bu yana? Buqachasidan top kelganlar qarang. Haqiqiy assortiment do'stlar, shved bor. Angus bor, smetal bor, nemis bor, rossiyskiy bor. Hammasidan bor aka, qisqasi. Bor, ha. Yo'q, bahona qilgan payti o'tdi. Shunaqa aka. Bo'ldi. Ish qilish kerak. Tamom. Sardor aka, bular ma'lumotlarni aytib keting. Ma'lumotiga kelsa, 2026-yil boshlaydi aka. Ha? 2026-yil 8-iyun. Dushanba kuni. Hafta kuniga dushanba. Mana shu puli yengilidan boshlaydi aka. Puli yengili? Mana aka, Chorniy Pyostr G'onajon. Oy kuniga kelsa 15 kunlik, G'onajon 10 million so'm pul aka. 4 litr sut ichadilar bular? 4 litr sut ichadilar. Yo'q, aka, anuni yoshartirilgan variantimi shu? Nima deysiz? Anuni yoshartirilgan variantimi? Shunaqa aka. Yo'q, ukam menga bundan sal kattarog'ini ber, ovqat yeydiganda deganligi mana aka. Bir emas, ikkita aka. Soniga kelsa mana 3 ta G'onajondan bor. 38-46. Mana, o ikkalasi 2 dunyo aka, Shunaqa aka. Bittasi bular aka oy kuniga kelsa 2 oylik BDKP yeydi. Ha. Ozgina sut ichib turibdi. O'zini o'zi to'dalaydi. Yaxshi tomoni o'lim xavfidan o'tib bo'lgan. Xudo xolasa. Narxiga kelsa 16 million so'm, 32 million so'm xayri bor aka. Uchalasini bir joyga ayting. Uchalasi bir joyga bo'lsa 42 million so'm xayri bor. Dastlabki sizdan. Ketaveradi aka, xudo xolasa, muammo yo'q. Yashayapti. Xo'p. Ikkita shved buqachamiz bor. Sotiladi bular ham ishqibozlar. Toza germanskiy shvedlok. Voy va alla topishdi. Topishdi nihoyat. Allaga baxt kechasida. Nigoh tushdi yoki nigoh tushdi. Baxt kechasida. Mana aka, ikkita germanskiy shvedlar. Oy kuniga kelsa 45 kunlik, bittasi bir oydan o'tgan aka. Ikkalasi 16 million so'mdan xayrni o'tib beramiz. Ular qanchadan sut ichadi shvedlar? 2 litrdan 4 litr ichyapti, BDKP yeb yuribdi aka. Mana. Mana qizuv joyiga keldi aka. Ya qizuv oxirida turibdi-yu. Mana aka, mana. Bitta aka neger bolasi bor, buqacha. Bitta saro neger bor aka. Biz buqachamiz. Kun yosh oyliklari. Yosh 3,5 oylik. Sutdan chiqarib yuborishsa ham bo'ladi, boqishsa ham bo'ladi. Ovqatga o'tgan-a? Ha, ovqatga o'tgan. Mana ko'zlarini qarang. Ochkisi to'qol aka. Mana shunday gala qarang. Babi e'tibor o'ziga tortadi bular. Shunaqa aka. Ikkalasi ham aka o'zini yo'nalishi bo'yicha chempion mollar. Kimga qanaqa aka? Kimgadir Angus, kimgadir Simmental aka. Endi bular juplab etamizmi aka? Jupiga 40 million so'm xayri bor aka. Jupiga? Jupiga. Samarqandgacha bir yoq vodiy bo'ylab dastlabki sizda. Muammo yo'q aka. Bu necha kunlik? 10 kunlik aka. 10 kunlik. Ha. Yashay aka. Buni qarang. Ikkalasi bir-biridan o'tkir aka. Assortiment do'stlar, assortiment. Xolis, shvedlarni ish bilan qo'ydik. 16 million so'm. 16 million. Xayri bor. Shunaqa 20 million so'mdan jupiga. Donabayga tanlasa, ozgina o'zigina kelishamiz aka. Bo'ldi aka. Yashay. Yana nimalarimiz qoldi? Bo'ldi-yu, hali kichkina chiqib ketibdi. Hozircha bo'ldi aka bularimiz. Qolganini yana kam ko'sti bo'lsa telefon qilishadi. Xudo xolisa ishligini bitkazib chiroyli qilib beradi. Kimdir yangi boshlayotgandir Ilhom aka buzoqchani olibdi. Ichi ketib qolishi, shu tomonlar ham yo'l yo'rig'ini ko'rsatib aytib ketdi. Maslahatiga bergan. Olgan odamga bemalol. Xudo xolisa hammasini ishligini bitkazib. Hamma mamlaqa sigir boqqisi keladi. Bunaqa sigirni yaxshicha to'rsi. Nech pul Ilhom aka realniy mana shunaqani yaxshisi but-butun mol. 50 million ustida aka. 30-35 ga ham mol bor. Ya endi bunaqa mol bermaydi aka. Mol laqabli. Mana aka misol uchun mana mashalar hammasi 30 litr yuqorisida sut beradigan sigir bolalar. Xudo xolasa birinchi qoringa. Mana. Mana shunaqa mol boqqisi keladi hamma. Uni eltuvchi yo'l mana shu. Kevarasli do'stlar, Toshkent viloyati, Toshkent tumani Botir Achchiqosh yonida, Botir Achchiqosh yonida Ilhomboy do'stimizning fermasida. Mana. Suv uryapti. Sifatlari, bichimlari, xudo xolasa zo'r. Ekranda nomer bor, telefon qilib savdo qilinglar. Film tugadi.